Hammaga salom. O'zbekiston Dilis kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi videoda Dream Draft tarkib yig'amiz. Ko'ramiz qanchalik omadli yoki omadsiz bo'lishi mumkin. Unda biz boshladik. Aytgancha video boshlanishidan oldin ozgina mehnatimizni qadrlagan holda like va obuna bosish esdan chiqmasin. Bosganlarga rahmat. Biz boshladik. Hop, taktik sxema 5-3-2. Dream Draft o'zgarish bo'pti ozgina. Menga yoqyapti. Orqasidagi fonlar ancha chiroyli bo'pti. Jamoamiz kapitani ko'rishinglar mumkin, Rudiger ham 81 reytingga tushib ketgan. Arnold ham, Trossard 80 reytingda juda ham zo'r. Aliseni olamiz. Video ko'rib o'tirmaymiz, to'g'ri Ronaldo tushishi mumkin yoki Messi. Hozircha Alise, Michael Jonni olamiz. Xo'p, qanot himoyachilariga hozircha unchalik video ko'rmay qo'yaveramiz. Alabani olamiz Madridda o'ynagani uchun va Van Dijk ham 84 darajaga tushdi. Hayson yoki Kubarsi. Lekin men o'zi Realchiman, lekin Kubarsining o'yini ham yoqadi. Ham Kubarsining reytingi balandroq. Lenormand. Hop, Dumfries Interdan. Ajoyib, ko'rishinglar mumkin, ko'kib qolyapti tarkibimizga o'tgandan keyin o'yinchilar. Qiziq. Hop, bizga endi kim kerak? Bizga yaxshi yarim himoyachi kerak. Video ko'ramiz bu safar. Mana videoni ham ko'rib oldik. Juda ham foydali bo'ldi, sababi Soboslay ham tushdi, Pedri ham. Soboslaydi reytingini ko'rsanglar bo'ladi 84. Juda ham zo'r yarim himoyachi. Ammo Pedrining paslari bilasizlar. Bugun Barsaning o'yinchilari ham ko'p tushmoqda. Hop, ketgan Lewandowskini olamizmi? Mayli, Lewandowskini reytingi baland bo'lganicha olamiz, lekin tezligi juda ham past ekan. Hop, darvozaga Kepani olamiz. Kepa hozir qaysi jamoada o'ynayapti? Biladiganlar albatta buni ham kommentariyaga yozib qo'yinglar. Hop, Hinsafe bu ham 80 darajaga ko'tarildi. Qoyil. Ham markazda o'ynay oladi, ham qanotda. Hop, Kulusevskini olamiz. Kulusevski hozir Tottenhamda o'ynaydi. Bundan oldingi jamoasini agar bilsanglar, qoyil qolaman. To'g'risi menga Dias yoqadi. 80 bo'ladimi, boshqa o'yinchilar qiziq emas. Dias o'yini yoqadi. Hop, Williams olamiz. Hozircha tarkibimiz juda zo'r ham emas va yomon ham emas. Yildiz tushdi. Ikkita turk o'yinchi bizda bo'lmoqda. Juda ham zo'r. Abduqodir tushib bersa ham asha zo'r bo'lardi-yu. Ammo hozirgi tarkibimizni ko'rishinglar mumkin. Hop, birgalikda hozir ko'ramiz tarkibda. Mana ko'rishinglar mumkin. Bu bugmi yoki Dillisini o'zi shunaqa qilganmi? Mana 80 reytingli o'yinchilar, lekin ko'k kartada bo'lib qolgan. Men shunga hayronman. Hop, asosiy tarkibda o'ynaydigan o'yinchilar. Menimcha xafa bo'lmaydi. Lewandowski bratimiz zaxirada tushadilar. Alese va Martinez hujumda o'ynaydi. Yildiz va Guler yarim himoya qanotlarida o'ynaydi. Markazni esa Pedri boshqarib beradi. Hop, tarkibimizga 1 dan 10 gacha baho beringlar. Shuni kommentariyaga yozishdan chiqmasin. Va like va obuna bosib qo'ysanglar juda ham xursand bo'laman. Shu bilan bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Hammaga rahmat.